Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga o'ta muhim, shoshilinch sabr bilan murojaat qilmoqchiman. Ayniqsa agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Aprel oyida pensiya tizimida yuz berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu o'zgarishlar sizning har oylik to'lovlaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar ushbu sabardan bexabar qolsangiz, bu sizning moliyaviy ahvolingizda kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir lahzasini o'tkazib yubormang. Chunki bu ma'lumot sizning shaxsiy manfaatdorligingizga taalluqlidir. Va eng muhimi, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi, shunchalik ko'p inson ogohlantiriladi va o'z huquqlarini himoya qila oladi. Pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib boriladi. Bu esa nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan bo'ladi. Avvallari ko'plab jarayonlar ancha sodda edi. Ba'zi bir ma'lumotlar, masalan, ish staji yoki ish haqi miqdori avtomatik ravishda yangilanib, pensiya jamg'armasiga ma'lumotlar bazasi orqali yetkazilardi. Ko'pincha pensionerlar hech qanday qo'shimcha harakatlarsiz yangilangan qoidalarga muvofiq o'z pensiyalarini olishda davom etardilar. Biroq hozir vaziyat biroz o'zgardi va bu o'zgarishlar aynan shu aprel oyidan boshlab ko'plab pensionerlar uchun dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa aprel oyidan boshlab ba'zi turdagi pensiya va nafaqalar bo'yicha yangi talablar yoki tasdiqlash jarayonlari joriy etilmoqda. Ilgari, masalan, ishlovchi pensionerlarning daromadlari avtomatik ravishda hisobga olinib, pensiyaga moslashtirilardi. Ba'zida buning uchun pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilish shart emas edi. Endi esa ma'lum bir toifa pensionerlar uchun qo'shimcha tasdiqlash yoki qayta ro'yxatdan o'tish zarurati paydo bo'lishi mumkin. Bu jarayon agar o'z vaqtida bajarilmasa pensiya to'lovlarining kechikishiga yoki hatto ma'lum bir muddatga to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Bu faqatgina bir necha kunga kechikishni anglatmaydi, balki to'lovlar bir necha oyga cho'zilishi yoki umuman to'xtatilishi savfi bor. Bu esa keksalarimizning hayotiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, bu o'zgarishlar barcha pensionerlarga birdek ta'sir qilmaydi, ammo kimga ta'sir qilishini bilish uchun diqqatli bo'lishingiz shart. Keling, endi bu o'zgarishlar kimga tegishli ekanligini, kim tashvishlanishi kerak va kim uchun vaziyat nisbatan barqaror qolishini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu sizga shaxsiy vaziyatingizni baholash va kerakli choralarni ko'rish imkonini beradi. Birinchi toifa bu albatta ishlovchi pensionerlar. Agar siz pensiyada bo'la turib hali ham biron bir tashkilotda rasmiy ravishda ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, ushbu sabar siz uchun ayniqsa muhimdir. Yangi qoidalarga ko'ra ba'zi hududlarda yoki ma'lum turdagi ish faoliyati bo'yicha ishlovchi pensionerlardan o'zi daromadlari va ish joylari haqida qo'shimcha ma'lumotlarni aprel oyi oxirigacha pensiya jamg'armasiga taqdim etish talab qilinishi mumkin. Masalan, 66 yoshli Ahmad Bobo degan kishini olaylik, u nafaqaga chiqqaniga 8 yil bo'lgan bo'lsa-da hali ham kichik bir korxonada hisobchi yordamchisi bo'lib ishlaydi va har oy qo'shimcha daromad oladi. Ilgari u o'zining ish joyidagi kadrlar bo'limi orqali ma'lumot berardi va pensiya jamg'armasi bu ma'lumotlarni avtomatik ravishda olardi. Endi esa yangi qoidalarga ko'ra aprel oyida u shaxsan pensiya jamg'armasining o'zi joylashgan tuman filialiga borib, o'zining ish faoliyati va daromadlari haqida qo'shimcha deklaratsiya yoki ish joyidan ma'lumotnoma topshirishi shart. Agar topshirmasa, uning pensiyasining bir qismi noto'g'ri hisoblanishi yoki keyingi oyda pensiya to'lovi kechiktirilishi mumkin. Tasavvur qiling, uning oylik pensiyasi 1,500,000 so'm bo'lsa, agar u bu hujjatni o'z vaqtida taqdim etmasa, keyingi oyda faqat 1,000,000 so'm yoki undan ham kamroq olishi mumkin. Chunki ma'lumotlar yangilanmagan deb hisoblanishi mumkin. Bu esa Ahmad Boboning oylik byudjetida sezilarli bo'shliqni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchi toifa bu turli sil qo'shimcha nafaqalar yoki imtiyozlar oluvchi pensionerlar. Agar siz nogironlik boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa yoki boshqa biror ijtimoiy himoya dasturi doirasida qo'shimcha to'lovlar olsangiz, siz ham diqqatli bo'lishingiz kerak. Bunday to'lovlar ko'pincha ma'lum muddatga beriladi va ularni davom ettirish uchun vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tish yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish talab qilinadi.
Ba'zi hollarda aprel oyida aynan mana shu muddatlarga tegishli yangi tartiblar joriy etilgan bo'lishi mumkin. Masalan, 55 yoshli Ra'no aya 2-guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning nogironlik muddati aprel oksirida tugaydi va odatda u tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tak wana tana tema kana ani samay iki. Dapat dan yadi yangi tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak edi. Ammo yangi qoidalarga ko'ra bu jarayon aprel boshida boshlanishi va ma'lum bir muddatda yakunlanishi shart, aks holda uning pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Ya'ni ilgari TMEK komissiyasiga murojaat qilish uchun bir oz vaqt zaksirasi bo'lgan bo'lsa, endi bu jarayonni jiddiy tezlashtirish talab qilinishi mumkin. Agar Ra'no aya bu yangi muddatga rioya qilmasa, aprel oyidan keyin ular diptu Ollalu tulamallan madita diga kikta daranchinan wanna kun kulub azam yaladak salik yadam ilitun je pembatasan bandam tadot manakambanda. Insumik pensiasi butunlay to'xtatilib, moliyaviy ahvoli murakkablashishi mumkin. 3-toifa bidab bozor botap bu yaqinda Avstraliya joyini oilaviy holatini yo'qish joyini o'zgartirgan pensionerlar. Bu kabi o'zgarishlar pensiya to'lovlarining qayta hisoblanishiga yoki pensiya jamg'armasidagi shaxsiy faylingizni yangilashga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, aynan aprel oyida sizga ushbu ma'lumotlarni taqdim etish talabi kelishi mumkin. Keling, kishpi yoshli Bobur aka misolini ko'rib chiqamiz. U yaqinda Toshkent shahridan boshqa viloyatga, qishloqdagi uyga ko'chib o'tdi va pensiyasini yangi yashash joyi bo'yicha olishda muammo bo'lmasligiga ishongan edi. U pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishni unutdi yoki kechiktirdi. Ammo yangi qoidalar bo'yicha joy o'zgarishi sababli uning pensiya fayli eski yashash joyidagi pensiya jamg'armasi filialidan yangi yashash joyidagi filialiga o'tkazilishi kerak edi. Bu jarayon aprel oyi oksirigacha yakunlanishi lozim. Aks holda uning pensiya to'lovi yangi manzilda kechikishi yoki bir muncha muddat berilmasligi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida uning manzili eskirgan bo'ladi. Uning har oy oladigan 1,3 million so'mlik pensiyasi bir necha hafta yoki hatto oygacha kechikishi mumkin. Bu esa uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Kimlar nisbatan kamroq tashvishlanishi kerak. Agar siz ishsiz faqatgina yoshga doir oddiy pensiya oluvchi bo'lsangiz va so'nggi paytlarda sizning oilaviy ahvolingizda, yashash manzilingizda yoki sog'ligingizda hech qanday katta o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, ehtimol sizga to'g'ri hech qanday yangi talablar qo'yilmasligi mumkin. Biroq shunga qaramay, har qanday xabar yoki ogohlantirishga diqqat bilan quloq solish juda muhimdir. Hamisha ehtiyotkor bo'lish hech qachon zarar kelmaydi. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishga yordam beradi. Ba'zi istisnolar ham mavjud. Masalan, ba'zi rivojlangan hududlarda yoki yirik shaharlarda pensiya tizimi raqamlashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'pgina ma'lumotlar avtomatik ravishda davlat idoralarining yagona ma'lumotlar bazasi orqali yangilanadi. Bunday holda pensionerlarga jismonan pensiya jamg'armasiga borish shart bo'lmasligi mumkin. Biroq bu holat hanuzgacha hamma joyda joriy etilmagan. Shuning uchun bu umumiy qoida emas, balki istisno ekanligini unutmaslik kerak. Agar siz bunday hududda yashasangiz ham, baribir rasmiy xabarlarga e'tibor qaratishingiz lozim. Ba'zi bir maxsus imtiyozli toifadagi pensionerlar uchun, masalan, 2-jahon urushi qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun ba'zi bürokratik talablar soddalashtirilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu ham umumiy holat emas va har bir pensioner o'zining shaxsiy vaziyatini aniqlab olishi kerak. Ba'zida pandemiya davrida joriy qilingan ba'zi soddalashtirilgan tartiblar yoki muddatlar uzaytirilishlari aynan aprel oyida nihoyasiga yetishi va avvalgi qoidalar qayta tiklanishi mumkin. Bu ham e'tiborga olish lozim bo'lgan muhim jihatdir. Endi esa tuzoqlar va e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan holatlar haqida. Birinchi va eng katta tuzoq bu rasmiy xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirishdir. Pensiya jamg'armasi sizga pochta orqali SMS xabar yoki mahalliy ommaviy axborot vositalari orqali xabar berishi mumkin. Ba'zi pensionerlar bu xabarlarni oddiy reklama yoki keraksiz
ma'lumot deb bilib ularni o'qimasdan tashlab yuboradilar. Bu esa o'z vaqtida chora ko'rmaslikka olib kelishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, bu norasmiy ma'lumotlarga tayanish. Ko'pincha odamlar qo'shnilardan, tanish bilishlardan eshitgan ma'lumotlarga ishonib qoladilar. Ammo bu ma'lumotlar noto'g'ri, eskirgan yoki shaxsiy vaziyatingizga mos kelmasligi mumkin. Pensiya masalalari juda nozik bo'lib, har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy vakillaridan olingan ma'lumotlarga ishoning. Uchinchidan, muddatlarni o'tkazib yuborish, ba'zi hujjatlarni topshirish yoki jarayonlarni yakunlash uchun aniq muddatlar belgilangan bo'lishi mumkin. Agar siz ularni tushunmasangiz yoki e'tiborsiz qoldirsangiz, bu pensiya to'lovlarining kechikishiga yoki to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Va eng yomoni firibgarlik harakatlaridir. Ba'zi shaxslar pensiya jamg'armasi iqtisodiymi deb o'zlarini tanishtirib, sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriya raqami, bank karta raqami, pin kod so'rashi mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali yoki shubhalik shaxslarga bermang. Davlat idoralari hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida ham to'xtalib o'taylik. Tendok tabaq tamab aprel degan muddat ba'zida jarayonni bizlarda man bazida muffaran zanni boshlash kerakligini anglatishi mumkin, uni to'liq yakunlash emas. Ya'ni aprel oxirigacha siz hujjatlarni topshirish uchun murojaat qilishingiz kerak, lekin ko'rib chiqish jarayoni o'yiga o'tishi mumkin. Ammo agar siz aprel oxirigacha murojaat qilmasangiz, kechikish uchun siz javobgar bo'lasiz. Shuningdek, ba'zi pensionerlar uchun nafaqat o'zlarining shaxsiy hujjatlari, balki marhum oila a'zolari uchun nafaqa oluvchilar, masalan marhumning turmush o'rtog'i, farzandlari haqidagi ma'lumotlarni ham yangilash talab qilinishi mumkin. Bu masalaning juda muhim, ammo ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan tomonidir. Ba'zi kichik ammo muhim hujjatlar ham bor. Masalan, eski mehnat daftarchasidagi bitta eskirgan yozuv, bankdagi ma'lum bir hisob raqami haqidagi ma'lumotnoma yoki hatto yashash joyingizdagi mahalladan tasdiqlangan hujjat, bular ham pensiya hisob kitoblariga ta'sir qilishi mumkin. Markaziy shahar pensiya jamg'armasi filiallari va qishloq tumanlaridagi filiallar o'rtasida hujjatlarni qabul qilish tartibi yoki so'raladigan ma'lumotlar bo'yicha kichik farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar o'zingizning hududingizdagi pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olish zarur. So'sh, unda nima qilish kerak? Qanday qilib bu vaziyatda to'g'ri yo'l tutish mumkin? Siz uchun aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar tayyorladim. Birinchi qadam, o'z kategoriyangizni aniqlang. Siz ishlovchi pensionermisiz? Nogironlik bo'yicha pensiya yoki boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa olasizmi? So'nggi paytlarda yashash manzilingiz, oilaviy holatingiz, masalan turmush qurish, ajrashish yoki turmush o'rtog'ingiz vafot etishi, ishingiz yoki sog'lig'ingizda sezilarli o'zgarishlar bo'ldimi? Bu savollarga javob berish sizning keyingi harakatlaringizni belgilaydi. Agar siz o'zingizni yuqorida sanab o'tilgan tashvishlanish kerak bo'lgan toifalar ro'yxatida ko'rsangiz, keyingi qadamlarga jiddiy e'tibor qarating. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya oluvchi bo'lsangiz va hayotingizda so'nggi paytlarda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa ham, keyingi qadamlarni o'tkazib yubormang. Har ehtimolga qarshi o'zingizni sabardor qilib qo'yishingiz lozim. Ikkinchi qadam, faqat rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Hech qanday g'iybatlarga yoki tasdiqlanmagan mish-mishlarga ishonmang. Qayerga murojaat qilish kerak? O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini. Agar internetdan foydalana olsangiz, muntazam ravish shirib turing. Mahalliy hokimiyat organlarining rasmiy e'lonlariga, mahalliy gazetalardagi xabarlarga e'tibor bering. Eng ishonchli manba bitta shunbazi Niya bu sizning yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi filialidir. U yerga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib ma'lumot olishni rejalashtiring. Ayniqsa aprel oyiga tegishli yangi qonunlar, qarorlar yoki tartiblar haqidagi e'lonlarga diqqat qiling. Uchinchi qadam, zarur hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin barcha kerakli hujjatlaringizni tartibga solib qo'ying. Odatda talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga oladi. Tasdiqlovchi hujjat pasportingizning asli va undan bir nechta nusxa.
mat pensiya guvohnomangizning asli va uning nusxasi tut mehnat daftarchangiz agar mavjud bo'lsa undagi barcha yozuvlar aniq ko'rinishi kerak. 4 daromadlar haqidagi ma'lumotnoma agar ishlovchi pensioner bo'lsangiz basici bu ma'lumotnoma ish joyingizdagi buxgalteriya bo'limidan olishya ova tosa va vishamatu mutadin dinet yidin ejet i pasadi bitim bodaki tikkirande azara kassaga tanda pazarda to tasasiriteria asakkirat azafikte yoki deb azat dirip azavada oydagi daromadlaringiz aniq ko'rsatilishi lozim. Batsam nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy sulosa agar nogironlik bo'yicha pensiya olsangiz uning amal qilish muddati guruh va berilgan sanasi muhimdir. Sakt oilaviy holatingizni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, turmush o'rtog'ining vafot etganligi haqidagi guvohnoma. Agar boqquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa olsangiz, 7 yashash joyingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki kadastr hujjatlari agar yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz. Bularning barchasining asl nusxalari va fotosurat nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zan faqat asl nusxasining o'zi ham yetarli bo'lmaydi, chunki ular sizdan nusxalarini olib qolib, asl nusxasini sizga qaytarib berishlari mumkin. 4-qadam pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar siz o'z vaziyatingizdan shubhalanayotgan bo'lsangiz yoki yuqoridagi toifalarga kirsangiz imkon qadar tezroq, ayniqsa aprel oyi ichida pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Telefon orqali bog'lanish har doim ham to'liq javob bermasligi yoki sizning holatingizni to'liq tushuntira olmasligingiz mumkin. Borishdan oldin ish tartibini aniqlab oling. Qaysi bo'limga murojaat qilish kerakligini aniqlang. Borilganda xodimlarga aniq va ravshan qilib murojaat qiling. Sizning aytadigan asosiy savolingiz shunday bo'lishi mumkin. Mening pensiya ishim bo'yicha aprel oyida qanday yangilanishlar yoki qo'shimcha talablar mavjud? Mening pensiya to'lovlarimga ta'sir qiladigan o'zgarishlar bormi? deb so'rang. Agar sizdan biron bir ariza yozishni so'rashsa, buni bajarishga tayyor bo'ling. Misol uchun, meni bankka qilib ish joyim nogironlik holatim yashash joyim bo'yicha pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni yoki ma'lumotlarni yangilashingizni so'rayman. Mazmunida ariza yozish talab qilinishi mumkin. Agar shubha qilsangiz, avval arizaning namunasini so'rang yoki tushunmagan joylaringizni xodimlardan so'rab oling. 5-qadam ma'lumotlarni saqlang. Har qanday hujjat topshirganingizda uni qabul qilganlik to'g'risida kvitansiya yoki ma'lumotnoma olishni so'rang. Unda hujjatning sanasi, qabul qilgan xodimning ismi sharifi va imzo bo'lishi kerak. Agar iloji bo'lsa, topshirgan hujjatlaringizning va olgan ma'lumotnomalaringizning suratini o'zingizda saqlang. Bu kelajakda biron bir tushunmovchilik yuzaga kelgan taqdirda sizning himoyangiz bo'lib xizmat qiladi. Muloqot qilgan xodimlarning ismlarini eslab qolishga harakat qiling. 6-qadam firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank kartangizning pin kodi yoki to'liq raqamlarini, SMS orqali kelgan kodlarni noma'lum shaxslarga telefon orqali yoki internetda bermang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan bunday ma'lumotlarni hech qachon so'ramaydi. Agar kimdir o'zini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib sizdan shubhalik ma'lumotlarni talab qilsa, darhol alloqani o'zing va huquq tartibot organlariga xabar bering. Xulosa qilib aytganda, aziz pensionerlarimiz, aprel oyi sizning pensiya to'lovlaringizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim yangilanishlar oyidir. Diqqatli bo'ling. Barcha rasmiy manbalardan ma'lumot oling va zarur choralarni o'z vaqtida ko'ring. Bu sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz uchun juda muhimdir. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling, chunki pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida taqdim etilgan har bir ma'lumot sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Esda tuting, har bir ma'lumotning o'z vaqtida taqdim etilishi sizning tinchligingiz va moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos unga like bosing va kanalga obuna bo'ling, chunki sizning har bir likingiz va obunangiz bu ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Va albatta o'z fikrlaringizni, savollaringizni, shuningdek o'zingiz duch kelgan vaziyatlarni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman yoki keyingi videolarimda ularga to'xtalaman. Sog' va salomat bo'ling.